Elektromobilga qo'yib qo'yilgan. Bu budkamizda umumiy og'irligi 850-900 kg deb o'ylasangiz bo'laveradi. Ozgincha og'irroq bo'ladi. Elektromobil, muzqaymoq tashish uchun mo'ljallangan. Muzqaymoqchilar, sizlarga necha marta tavsiya qildim, elektr olinglar deb. Mana Koreya polni elektrga o'tib bo'lgan. Bu yoqqa keling deb. Voy. Mana bu 1 tonnaligini. Endi buni o'rtasiga 6 kamerali yoki 3 ta eshikli qilib bersak ham bo'ladi. Bo'ladi. Ichkari juda sovuq ekan. Yomon sovuq ekan. Bu eshigini yana bitta eshik qo'yib bersak ham bo'ladi, yo 3 ta eshikli qilib bersak ham bo'ladi. 6 xil, masalan, assortiment ko'p bo'ladigan bo'lsa, 5 xil, 6 xil, 5 kamerali, 6 kamerali ham qilib beraveramiz zakazchilarga moslab. Mana bu tayyor, mana ishlab turibdi. 이게 만들어서 한번 내는 거예요. 테스트용. 작동 되는 Test 거예요. uchun ishlab chiqarilgan 34 gradusda turibdi mana. Ko'ryapsizlarmi? 34 gradusda mana bu miyasi hisoblanadi. Keling endi bu yoqqa. Ichkarisini. Mana. Muz bo'yotibdi-yu ichkari. Mana shu holatda tayyorlab chiqariladi akalar. Aloqaga chiqarasizlar, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Bundan oldingi chiqqanlari mana bu chiqqan bo'ladi. Mana mashina 요거는 미리 한 10년 된 거예요. 10 yil bir ilgari chiqqanlarida mana shu mashinalar shu holatda chiqqan bo'lib, hali ham zo'r ishlab turibdi-da, oddiy qilib aytganda. Bu ishlamasa ham, mana parraga aylanmasa ham bir marta yoqib qo'ysangiz, qarang, eshik olib kelingda 5 yil 10 yil bo'lgan apparatga mana. Qarang, 6 kamera, mana muzni qarang. Muzlab yotibdi-da. Hozir ichidan nima chiqyapti, sovuq par chiqayotgani uchun kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Bular haqiqiy mana marojnani rasmi turibdi, muzqaymoq uchun mo'ljallangan. 3 ta eshiklik, 1, 2, 3 kamera, 6 ta assortimentga mo'ljallangan, orqasida eshigi bo'lmaydi. Mana shuni